copy text botga o'tib tashlaymiz. Keting. Mana keyingisiga o'tamiz va uni nusxa olamizda bunga tashlaymiz. Mana bu yerga adminni belgisini qo'yamiz. Mana yuboramiz. Save changes'ni bosamiz. Endi botga o'tsak, start bosamiz. Mana assalomu alaykum, botga xush kelibsiz. Bu botni adminlarimiz deb ko'rsatyapti. Iloji bo'lsa bog'lanishingiz mumkin. Kanallarimiz bizni kuzatishda davom eting. Bu yerga hozir o'zi reklama qo'yapti. Ba'zida bo'lmaydi, ba'zida o'zi reklama bersa qo'yadi. Mana bosib qaramiz masalan, mana create bot yangi bot yaratib bo'lar ekan. Bu botni ham keyinroq sinab ko'ramiz. Mana bo'ldi. Endi masalan salom deymiz. Mana adminga yubordim. 24 soat ichida javob kelmasa xabaringizni qayta yozib qoldiring deyapti. Endi biz salomga replay qilib javob qaytarishimiz mumkin. Masalan xayrli kun. Mana bizga keldi. Endi boshqa akkauntdan ham qilib ko'ramiz. Masalan uchun Advek developer botini start bosamiz. Mana tilni tanlang deyapti. O'zbek tilini tanlaymiz. Mana o'zbek tilini tanlaymiz. Bizga yana shu narsa ko'rsatadi. Mana bizga endi reklamani ko'rsatmayapti. Bu faqat admin panelida ko'rsatar ekan. Mana endi yozsak salom. Salom deb qoldi. Mana adminga yubordim. 24 soat ichida javob kelmasa xabaringizni qayta yozib qoldiring. Mana lekin bizga hech nima ko'rinmadi. Bu akkauntga o'tsam mana salom deb keldi. Endi biz unga replay sifatida yozishimiz mumkin. Oddiy yozsam masalan salom. Mana bunga kelgani yo'q. Chunki aynan shu xabarga kelsin deb aytmadim. Bunga replay qilamiz. Replay qilib salom. Mana keldi. Salom deb. Yana yozish mumkin. Masalan, rasm tashlab ko'ramiz. Rasm ham bo'larmikan? Mana rasm keldi. Endi ovozli xabar ham tashlab ko'ramiz. Bir. Mana botga keldi. Bir. Mana endi biz boshqa masalan video ham tashlab ko'rishimiz mumkin yoki HTML formatdagi narsani tashlayman. Mana HTML va h.html. Mana bizga keldi. Ana ochib ham bera oladi. Open mana ochish. Mana ochib beryapti. Qolgani kerak emas. Yana buni stiker jo'natib ko'ramiz masalan. O'z bu akkauntdan jo'natamiz. Masalan okey. Mana keldi. Yoki nimaga o'tib mana ko'rishingiz mumkin. Unday bo'lsa bugungi dars o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi darsga ko'rishguncha xayr.